Bori, Oo. Farruxga telefon qilding, kelyaptimi? Mana o'zi telefon qilyapti. Alo. Yo Farruh, kelyapsan? Abdulbori, yaqinlashib qoldim. Chilonzordaman. Biror nima aytaymi? Nima oliydi? Shu mayda chuyda suv olib kelsin. Mandarin tugagan, mandarin ol, suv ol yana. Semizga mesindan chiqmasin, o'g'lim. Ha. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Akajon, bugun o'rtoqlarimda o'tirishim bor edi. Shunga agar plastingiz yo'q, hech qisi yo'q aka. Xo'p aka. Bolalarni qo'ying. Xo'p aka. Xo'p. Farruxdan so'ra kelyaptimi? Osham tayyor bo'ldi. Ha, kelyapti. Men yo'ldan narsa olgan dedim. Salla jinnimi salla? Nega? Sharoit og'irligini bilasan-ku hozir. Qayerga ketyapsan? Farruxni oldiga. Yurgandir ko'chada. Biz ham boramiz. Alo. Farruh qayerdasan? Qo'shni do'kon yopiq ekan. Sal oldinroq qo'yib olasanmi? Olib ketamiz sen. Xo'p. Nega unaqa dedi? Ko'cha sovuq. U aytgan do'kon ochiq turibdi. Ochiqligini ko'rsak, xijolat bo'lishi mumkin. Sovuqligini. Oshqalay bo'pti bolalar, yaxshi bo'ptimi? Zo'r bo'pti. Yoqdimi? Bitta achchiq qilib ko'kcha damlab beray. Mazza qilib Yaxshi ichasizmi? bo'ladi. Shunaqangi og'ir paytlar bo'lar ekanki, hatto yaqin do'stlaringga ham yolg'on gapirishga majbur bo'lib qolar ekansan. Buni faqat yo'qchilik boshidan o'tgan erkaklar tushunadi.